Nordon mazani yaxshi ko'radiganlar uchun limonli tiramisu. Mazasi yuzingizni burishtirishi mumkin, lekin qalbingizdan joy olishi aniq. Birinchi bo'lib limonli qurt tayyorlaymiz. Idishga shakar, tuxum, limon sidrasi, limon suvi va sariyog' solib, bas qaynayotgan suv ustiga qo'yib, tinmay aralashtiramiz. Agar sizlarni ham idishingiz dars ketishini xohlamasanglar, shisha emas, temir idishga solib pishirganingiz yaxshi. Tayyor qurt xuddi shunaqa quyuq holda bo'ladi, nordon lekin mazali. Idishga solib sovitamiz, endi gal kremga. Mikser idishiga tuxum sarig'i va shakarni solib ko'pirtiramiz. Alohida tovada shakar va suv solib sirop tayyorlaymiz. Sirop 118 gradusga yetgandan keyin ko'pirgan tuxum sarig'iga sekin quyib, yaxshilab ko'pirtiramiz. Maskarpone idishga solib yumshatib olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni maskarpone bilan birlashtiramiz. Oxirida ko'pirtirilgan slivga solib, akkuratni aralashtiramiz va krem tayyor. Savayardini botirish uchun limonli sirop tayyorlaymiz. Buning uchun limon sidrasi, limon suvi va shakarni qaynatib, ozgina sovitsak bo'ldi. To'rtburchak qolipda tiramisuni yig'ib olamiz. Savayardini siropga botiriladi, teriladi, ustidan krem maskarpone va jarayonni qaytaramiz. Eng ustki qavatiga limonli qurtni solamiz, chiroyli qilib tekislab, muzlatgichga bir kechaga yoki sabrimiz yetguncha qo'yamiz va maza qilib yesak bo'ladi. Menimcha bunaqa desert issiq yoz kunlari zo'r ketadi. Shirasi me'yorida, nordon va yengil. Retseptini har doimdek opisaniyada qoldiraman. Obuna bo'lib qo'ysanglar, qiziq retseptlarni o'tkazib olmaysizlar.